Dunyodagi baxtlilik 4 ta narsada dedilar. Qaysi insonni, birinchisi yana. Qaysi insonni soliha ayoli bo'ladigan bo'lsa, mana shu inson eng baxtli insonlarning biri. Dunyodagi baxtni birinchisi Alloh taolo hammalariga soliha ayollar nasib qilsin. Dunyodagi ayollarning birinchisi matolarning baxtliligi birinchisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, al-mar'atu soliha, soliha ayol. Al-baytul wasi', yashaydigan sharoiti yaxshi bo'lgan uy. Wal malkab, minib yuradigan bir markab bo'lsa, shu bilan baxtli bo'lsa, velosiped bo'ladi, oti bo'ladi, qanday markab bo'lsa, bir mashinasi bo'ladi, shu bilan baxtli bo'lsa, uchta bo'ldi. Al-jaru degan qo'shni degan. Bu dunyodagisi birodarlar. Dunyodagisi soliha ayol bo'lsa, inshaalloh baxtlisiz. Markab topiladi, harakat qilsa, Alloh taolodan so'rasa, duo qilsa, markab topiladi, baxtlisiz. Uyimiz, yashaydigan uyimiz bo'lsa, uyini boshlanishiga bir xona bo'ladi. Qaysi insonni bir xona uyi bo'lsa, xotinni ya'ni o'sha uyini eshigi qullansa, ichida yeydigan bir kunlik taomi bo'lsa, dunyoning hammasi shuni uyda jamlanadi degan hadis bor. Uy kerak, katta uy kerak desa, va mu'afan fi badanihi va indahu quta yawmihi. Sizlar qachon tong ottirganingda vataning salomat bo'lsa, alhamdulillah, urush janjal yo'q, tinchlik doim shunday bo'lsin. Badaning salomat bo'lsa, tinchlik, xotirjamlik, salomatchilik bo'ladigan bo'lsa, faqat hazatlar dunyo. Dunyoni hamma yaxshiligi shuni uyda jamlanib qolibdi. Bi hazafiriha degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislar bor. Endi ba'zi odamlar aytishi mumkin, domlalar kelib doim tarki dunyo haqida, uying kichkina bo'lsa ham baxtlisan, uning kichkina bo'lsa ham baxtlisan, bunday bo'lsa ham baxtlisan devradi. Nimaga shunday deysizlar desa, haligi mashinalar probka bo'lib turadi. O'sha joydan o'tib ketayotganda sekin mashinalar probka bo'lib, 2-3 qator bu tarafdan, 2-3 qator bu tarafdan yo'lni bo'yida, mana shu joyda yo'lni bo'yida biz shunda aytamiz, pirashki sotadigan eng arzon taomni sotayotgan joyda 5-6 tadan o'chirtda 5 ta 6 ta suhbatlashib tursa, katta